125 mingdan shu oydan boshlab to'lov qilishni boshlaysiz. Xudo xolasa 28-yilda yanvar oyiga mashinangizni propanlashtirib beramiz. Assalomu alaykum akalar. Va alaykum assalom, keling. Propanni nasaga qo'yib beryapsizlarmi? Ha, qo'yamiz bizlar. Hozir xullas uyda dom oladigan bo'lsangiz 36 oyga foizsiz o'zini narxiga bosh to'lovsiz uy berishyapti ekan. Ha. Mashinamga gazni ham shunaqa variantda o'rnatib bera olasizmi? 5% mi? 5%. Bo'ldi, o'rnatib beramiz. 36 oyga. 36 oyga. Qanaqa mashina? 10x. 10x. Kamiga infol variantidan bo'lsa kerak. Ha, zo'ridan. Bo'ldi. 4.500.000 bo'lsa 36 oyga 125 mingdan shu oydan boshlab to'lov qilishni boshlaysiz. Xudo xolasa 28-yilda yanvar oyiga mashinangizni propanlashtirib beramiz. 10x ida. Qanday? Hozir qo'ymasdan qanday pul beraman mashinaga gaz qo'ymay turib? Uy olyapsiz-ku, uyga kirmasdan to'lov qilib yuribsiz-ku, misol. Xuddi shundayda bu ham. O'zi ma'no nima? Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi? Uy olyapsizmi? Ha. To'layapsizmi har oy? To'g'ri. 3 yildan bitirib beraman deyaptimi? Mana 3 yildan qo'yib beraman-da mana. Muammo emas aka. Kimga uchrashim kerak ekan? Mana Dilshodjonga uchraysiz. Dilshodjonga. Pasportingizni bersangiz bo'ldi. Aka bo'lmasa bizga bitta shartnoma bering, hozir. O'rta 2028 yanvar oyida tug'ilib bo'lganu, o'spet qilsa nima bo'ladi? Hech nima qilmaydi, shartnomada o'zi yozilgan fors major holatlarga 6 oy kechiksa ham to'g'ri tushunadi. Hech nima qilmaysiz. Yozavering, bo'ldi, men o'zim qilib beramiz, gazlashtirib beramiz yanvar oyiga. Alyo.